Menga qarang mohi, dadangiz bilan gaplashing. Mening niyatlarim juda jiddiy. Gaplashsangiz bu yoqqa to'y. Bilmasam dadam juda injiq, sizga bermasam kerak. Tashsoq, to'g'rining aytayim. Mohi, sen uyga kirib ovqat-poqat kish-kish qilsang o'lasanmi? Mohi, Qanaqa mohi? Menga qara, uyim tagigacha kelgan bo'lsamiz sariq pishak. Men senga, ya'ni tatarga berayotgan qizim yo'q. Yalang oyoq, tushundingmi? menga qarang, Jushxon aka, nima uchun tushunmaysiz? Men sizni qizni baxtli qilaman. Sen hech qachon odam bo'lmaysan. Yo'qolmayapman uyim tagida. Yaqinlashma, bo'lmasa mahallada chaqiraman, uchastkoga chaqiraman, bolni qamatib yuboraman. Tushundingmi? Yot to'yrat. Qizim, muhtasham gilamdan xohlagan gilaming tanla. Bugun otang kiydiraydi o'sha любой gilamni olib beradi. Men bir ro'g'roq yo'q kelaydi. Ya bu gilam kim beqa qo'ydi? Mohi? Ha. Erga tep to'yga gilam tanlayapsan, ha? Hech kutolmading, kutolmading. Seni kutish kerakmi? Hadikaga o'xshab qilib, ha? Oho, kiyimchalar o'zgargan. Tachkachilikdan gilam sotuvchilikka o'tdingizmi? O, sariq pishak, undan ko'ra bizga gilam tanlash. Qizimga gilam olyapman. Marhamat, Jushxon aka. Davay o't. Sen ham o't olakka. Yo'qda arqamdan yur. To'g'jon, bizning magazinimizda 5 xildan ortiq eng devona brendlar bor. Mana bu masalan qarang. Sak gilamlari, rangchasini qarang. Boyvachcha lankidang. Qizga olsangiz, u yaltirib qo'ymaydi. Menga qara, gilamingda rangi zo'r, lekin seni ranging yoqmayapti. Menga boshqa kishi tushuntirsin gilamlar. Sen tur yo'qmi bu yerdan? Muzaffar. Bizim magazinimizda borib o'lchab kelish, kesib tikib berish, yetkazib berish hammasi bepul. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Aytgancha, Jushkun tog'a, muhtasham gilamlaringizda katta chegirma bo'lyapti. 20% dan 50% gacha. Menga qara, Moguli, seni ketgan menga kerak emas. Muzaffarjon talish davom etay iltimos. Yo tez. Anajon, bu muhtasham gilamlariga gap yo'q, sifatiga gap yo'q. Birda adashmay ekansan. Kerak bo'lsa uyda ko'rsatsang, o'zlari chiroyli qo'ndirib berar ekan. Rahmat sizlarga. Yur bu yoqqa tez. Jushxon aka, xohlasangiz dastavka qilib beraveramiz. Menga qara, dastavchik, seni dastavka qilib berganing kerak emas. O'zlari dastavka qilib uyimga ham o'rnatib beradi. Keyin sen minnat qilaverasan. Jushxon aka, uyingizga gilamingizni aytib berdim, qizingizni bering deb. Zapomni, meni dastavchikka berayotgan qizim yo'q. Yur oldimga tush. Agar yana bir marta o'sha sariq pishakka o'rsalashganingni ko'rsam, 1 yil uydan chiqmaysan, tushundingmi? Sashka Petrovich, yangi tovarlar kelgan, kirgizaveraylikmi? Kirgizinglar. Xo'p, bilan boshliq. Sashka Petrovich boshliq? Sashka Petrovich bolam, qizimda hali ham ko'nglingiz bormi?